Yunusobod 15-kvartal Uzmayl chorrahasida joylashgan 3 xonali kvartirani video obzor qilgan kelganmiz. Kvartiramiz yangi remontdan chiqdi. 3 oy mobaynida qiynalib remont qildik. Joylashgan joyini tushuntiraman. Chorrahamiz bu tarafda Uzmayl zapravka, pastga tushib ketsanglar Sayram chorrahasi, tepaga chiqib ketadigan bo'lsanglar Kristal va Petushokka tushadigan joyida domimizning ko'rinishi. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 3 xona полноценный, hamma xonalarida oynalari bor. Skvoznoy kvartira, ikkala tomonga oynasi qaragan. Xo'sh, birinchi Ispaniya xonamizning ko'rinishi, o'zini garderobnilari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Kattagina. Tak va o'zini ochiq balkoni. Undan keyingi xonamiz zal. Va zalimizdan kuxnyaga o'tish joyi bor. Kuxnyamizga koridordan ham, zaldan ham o'tsa bo'ladi. Ichkari xona o'zini oynasi bo'lmaganligi uchun tepasiga дополнительный вытяжка qo'yilgan xonaning o'ziga va o'zini asosiy вытяжкасы ham bor. Kir mashina, xolodilnik hammasi joylashtirilgan, hamma narsa sig'gan va o'zini o'rniga turgan. Koridorimizga qaytib chiqamiz. Bu tarafimizda umumiy sanuzelimizni ko'rishingiz mumkin. Master spalnya xonamiz. Mebellari qo'yilgan, shu holatida o'zini o'rnida qoladi va o'zini sanuzeli ham bor. Xonadonimiz holatiga, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringiz uchun bo'lsa, rahmat.